Damas 3 avtomobilimizga ham dodda yengillik qilib qo'yganmiz. Qaranglar, navorotlarini bitta ko'rsatib obzor qilib beramiz. Malibu 2 bar o'rnatib berganmiz. Mexanika korobka bo'lgan Damas 3 avtomobilimizga ruchnoy tormozlari knopkali bo'ladi. Elektronnik hammasi, skorostiga tushishlari moshni. Hech qanaqa xalaqit bermaydi. Idealni ishlaydi. Zadniga tushishlari ham zo'r. Zadniga urganimizda bizdan ham bunaqa full HD kameralar qaranglar kutib olishini. Bu TS CC3 monitorimizdan zadniy kameralar bilan полный komplekt o'rnatib qo'yganmiz. Zadniga urganimiz ko'rsatadi. Boshqa payt ham orqani mana ko'rib, vajdina payti ketsalar bo'ladi. Juda ham udobniy bo'ladi. Malibu 2 barri oldi chastlari zazorlariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Полный kojinli qilib o'rnatganmiz. Knopka skors ruchnoy aytib o'tdik. Besprovодный zaryadka bor. Переключатель ichida. Sidenaga xalaqit bermaydi. Zazorlari moshni keladi. TS monitor, zadniy kamera, Malibu bar. Rulli keyinroqda tablolarini tuning qilib, mana oq rangli yonini yoqib berganmiz. Mana pechkalari bilan komplekt bo'lgan. Xudo xolisa o'zini pultiga qaranglar. Kartonligi start stoplar o'rnatib berganmiz hamda Magikar qo'yib, oyna ko'taradigan bloklarni ham o'rnatib beramiz. Endi полный okamligi kolonka apparaturalarini yig'ib, mana tonirovkalarni olib tayyor qilib topshirish arafasida xizmatlar bo'yicha marketing aloqaga chiqaverasizlar, ishni chiroyli bitirib beramiz.